Assalomu alaykum komanda. Qandaysizlar? Mana bugun biz sayohatimizdan 5-kuni Pamukkale'da yuramiz. Biz bilan birga klubning muxolari kelishgan. Bekerga salib turgan qizlarimiz, bolalarimiz bor. Hozir shular bilan tanishtirib ketsam, mening starshий menejerim Sayfullo Nurbek klub bilan bekerga putyovkani o'tib olib, o'zining otasini jo'natdi. Hozir o'zining otasi bilan suhbat. So'rasizmi? Men Sayfullo Nurbekning otasi bo'laman. O'sha men birinchidan o'sha umum ishlat aktivimga qarshi bo'lganman. Hozir mana bu aktivni ishlab yurib, mana besplatniy putyovkasini menga olib berdi. Men hozir bu yoqda kunda aylanib yuramiz. O'sha kompaniyamiz soni hisob yuramiz. Rahmat. Hozir sizlarga dag'i o'tib olgan qizlarimizni ko'rsatib kelsak. Aygerim, kel qizim. Mana bizim dag'i bir janguvchimiz, Aygerim. Salom, qandaysizlar? Klub bilan keldinglar? Ova, biz kompaniya bilan birgalikda Sloveniyada baqcha turli bekor yasalda yuramiz. Yasalu günümüzün bugün 5-kuni. Turkiyaning Kemer shahrida Pamukkale degan yasalu yerinde yasalib yuramiz. Sonun jeriken tabiatdan shunday qo'z, tuzlardan yasalgan to'liq. Bizni liderlardan olib yurishib. Классно. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Азыр биз командабыз менен биздин проект Dream Express 2 жылдан бери өзүнүн консультанттарын бекер эсалууга алып чыгат. Даже директор болбой туруп, командада бизде менеджерлерден баштап ушундай сонун жерлерге бекер эсалганы жөнөтүп атабыз. Бул биздин команда менен, компания менен, биздин проект менен 4-чү жолку саякатыбыз. Азыр бизде командада директорлор бар, жаңы менеджерлер бар. Кимдир бирөөнүн 4-чү саякаты, кимдир бирөөнүн 1-чи саякаты, кимдир бирөөнүн экинчиси. Ар бир адамдын өзүнүн ар түрдүү ощущениясы болот. Азыр кыздардан сурап көрсөңүздөр болот. Биринчи келгендерде кандай? Салам алейкум. Салом алейкум, yaxshimisiz? Я правнука Туралайда Гүлнораja. Oturalım. Meni bu ikkinchi sayohatim. Men Karima Dilnoza kompaniya Aflemda 7 oydan buyon partnyor bo'lib ishlab kelyapman. Bepul ikkinchi sayohatim. Dream Club. Biz o'zimizning komandaga Birinchi sayohatim 15% menejer bo'lganimda kelganman. Hozir starshий menejerman. Men вообще hozir to'g'risini aytsam shokdaman. Shunaqangi chiroyli joylar ekan. Albatta men kompaniya Aflemga sponsorlarimizga rahmat aytib ketmoqchiman. Chachkaga отдельно rahmat aytmoqchiman. Chunki shunaqangi chiroyli joylarda bizda bepul kelib, mana bugun уже 5-kuni xuddi hayolimda meni где-то bir yildan beri shu yerda yurganday mazza qilganimizdan shunday darajada bo'ladi. Chunki har kuni biz programma bilan shunaqangi zo'r joylarga boryapmiz. Mana hozir o'zlaring ham videoda ko'rsalaring bo'ladi. Men atay shu yerga o'tib oldim. Menga shu joy yoqqan, shu yerdan video qilay dedimda. Sizlarda ham kelish imkoniyati bor. Albatta harakat qilishlaring kerak. U uchun o'zlaring kelib bepul shunday sayohatlar qilib ketsalaring bo'ladi. Da. Har biringizda mumkinchilik bor. Dream Club qo'shilingizlar, Aflemga kelingizlar. Sizda shunday besplatniy sayohatlar kutib turadi.